Yangilikka kelsak, Sardorbek odamlar ichini qizdirmaylik-da. Qanday qilib bitta mashinani puliga ikkita mashina xarid qilish mumkin? Ikkala bitta mashinani puliga ikkita mashina taklif qilaman. Yaxshilab videoni kuzatib tursanglar, qanday qilib bitta mashinani puliga ikkita mashina olish mumkinligi haqida to'liq video bo'ladi. Toshkentdamiz, o'rtoqlar, Sergelida Jack X mashinalariga zo'r imkoniyat tug'ildi. Fursatdan foydalanib qolish kerak. Videoni shoshilmasdan xotirjam, yonboshlatib olib, iloji bo'lsa televizorga qo'yib, achchiq choy damlab olib, maza qilib ko'rishni tavsiya etaman. Videorolikni boshladik. Assalomu alaykum, Sardorbek do'stim, qalaysiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamasdan. O'rtoqlar, hop, Toshkentda Chana Motors'i saloniga kelganman. Jack X 200 mashinalariga shunaqangi shikalat imkoniyat yaratilibdi. Hozir Sardorbek do'stimiz bilan birgalikda sizlarga mashinani obzorini ham, ma'lumotini ham beramiz va imkoniyatni ham tanishtirib o'tib ketamiz. Sardorbek, qarang. Bu mashinani ko'proq Kia Bongo, Hyundai Porterlarni analogi deb sifatida ta'riflashyapti. Bu qanchalik to'g'ri va bu nechta turda chiqadi, narxlari, menga aytgan imkoniyatni o'zingiz bitta yaxshilab tushuntirib bermasangiz bo'lmaydi. Albatta, hozir hammasini tushuntirib beramiz. Avvalo avtomobilni Kia Bongoga o'xshaydimi, yuk ko'tarish qobiliyatlari qanaqa, shunga oydinlik kiritadigan bo'lsak, avtomobilni dizayni Kia Bongo bilan почти birga bir ishlangan, faqat faralari farq qilishi mumkin. Oldida bunda to'rtburchak qilib ishlangan. Xo'p, avtomobilning ko'rinishi Kia Bongo bilan bir xil, yana Hyundai Porterga ham buni analog deyishadi. Lekin buni bitta plus tomoni bor. Men shu narsani eslatib o'tishim kerak. Plus tomonlari nimada? 2 litrli atmosferniy motori, ham gaz o'rnatasiz, ham benzinda yurishi mumkin. Keyin buni dokumentalni yuk ko'tarish qobiliyati 2 tonna 100 bo'ladi. Kia Bongoda bu ko'rsatkich ancha pastroq hisoblanadi. Kia Bongoda rasa borsa 1 tonna 2 berilganda, shunaqa. Kattasiga Bongo uchumi deganiga 1 tonna 2 berilgan, nargilariga 1 tonna berilgan. Bunda zavodskiy 2 tonna 80 mi qanchadir, a? 2 tonna 80 kilo hujjatiga yoziladi, lekin biz 2,5 tonna tashishni tavsiya qilamiz. Avtomobil o'zi shu turishida 3,5 tonna yuk ko'tarish qobiliyatiga ega, lekin biz 2,5 tonna tashishni tavsiya qilamiz, chunki bunga garantiya beramiz biz. Realniy ma'lumot o'sha o'zimiz vohadan bitta akamiz olibdilar. Vodiyni Pervaladan karom yuklab vodiyga bordilar, 3 tonna 800 bilan vodiy Pervaladan o'tibdilar. Shunaqa. Metanda tem bo'ladi. Bemalol olib o'tibdi. Endi hozir bu 3 xil turda chiqadi, to'g'rimi? Avtomobil 3 xil emas, 4 xil ko'rinishi bor. 4 xil ko'rinishi qaysi? Shassili ko'rinishi bor. Shassili, bortligi bor, tentligi bor, promtovar ko'rinishi bor. Shassiligini ko'pchilik nimaga oladi? Ustiga bochka o'rnatadi, sut tashiydi, benzin tashiydigan akalarimiz bor. Ular shassili ko'rinishini oladi. Yoki o'z qilib oladi, spes texnikalarga ishlatish uchun zo'r. Unisi o'sha variantga qulay bo'ladi. Ya'ni ortiqcha to'lov qilmasdan uni переработка qilishadi, qayta ishlashadi. Men misol uchun gabaritli yuk ham tashiyman, lekin usti yopiq ham bo'lish kerak degan mijozlarimizdagi tentli ko'rinishni tavsiya qilamiz. Zavodskiy tent. Bu tent zavodskiy bo'ladi. Dokumentida ham tentli, ham bortli yozilgan bo'ladi. Tentini yig'ib qo'yib ham ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Tentni orqa tomonidan qaychi qilib ishlangan bo'ladi, sklab yig'iladi, bu yoqqa. Yig'ilib, misol uchun mebel tashiyotgan paytda gabaritni yukda ham ishlatsa bo'ladi. Promtovarnisi ham bor. Promtovarnisi bor. Promtovarnisi o'sha yonlarida eshigi bor, orqada ham eshigi bor bo'ladi. O'sha nima deydi? Faqat narx jihatdan bir-biridan o'sha farq qiladi o'sha tarafdan. Endi 4 xil bo'lgandan keyin narxi ham albatta 4 xil bo'ladi. Narxlarni bitta eslatib o'tib ketaylik. Albatta narxlarni eslatib o'tamiz. Xo'p, shassili ko'rinishi men sizga hozir to'rttasini 244 million 600 ming so'm ekan shassiligi. Bortligi, ya'ni Laboga o'xshagan bortni o'zi bo'ladi. 244 tak bunisi 248 million 640 ming so'm bo'ladi. Xo'p, uchinchisi mana bu tentligi, mana aynan oldimizda turgan varianti 255 million 360 ming so'm. Promtovar varianti bor. O'zbekcha qilib tushuntiradigan bo'lsa, o'zimizning tilimizda xalqona qilib tushuntiradigan bo'lsa, butkalik deyiladi. Butka, Butkaligi 275 million 520 ming so'm. Bu belgilangan narx zavod tomonidan belgilangan, ustiga qo'yilmagan. Hamma joyda bir xil o'sha narxda sotiladi. Zavod tushib bersa, tushib berasizlar, qo'sh desa qo'shiladi. Iloji yo'q, siz o'zingizdan qo'sha olmaysiz, ayira olmaysiz ham. Endi qarang, hozir 4 xil turdagi chiqsa,
motor, korobka, moz, g'ildiraklar hammasi bir xil bo'ladi. Hammasi bir xil bo'ladi. Kabina ham bir xil. Hech qanaqa o'zgarishi bo'lmaydi. Faqat orqa qismida Faqat orqa yukxonada o'zgarishlar bo'ladi. Qaranglar, oldi 15 ballon bo'ladi, orqasi 13 diska ballon, qo'sh ballon bo'ladi. Ramada bo'ladi. Ko'ringlar, yaxshilab e'tibor beringlar. Orqa resor, oldi amortizator bo'lgani uchun, amortizator bo'lganligi uchun bu yumshoqroq bo'ladi. Resorda jicha qattiq bo'lib qoladi. Bu amortizatorligi uchun yumshoq chiqadi. Salonni bitta ko'ringlar, shofyordan tashqari yana 2 kishi bemalol ketaveradi. Общий hisobda 3 kishi yuradi. Mana bu yerda podstakanlik, ovqatlanib, netib bu narsa ish qilish uchun mashinaning konditsioneri bor, gidravlika rul, ABS tormoz, o'rindiqlari yumshoq, o'rindiqlar orqaga yotadi. Uzoq yo'lda ham odamni charchatmaydi. 5 bosqichli mexanika korobka, maksimal tezlik 160 km/soatga tezlikka chiqishi mumkin. Metan ham propan tushaveradi. Albatta. Metanda propanda yuradi. Agar metan gazingiz tugab qoladigan bo'lsa yoki propan gazi tugab qolsa, benzinga o'tkazib olib ketaveradi. Muammo bo'lmaydi. Endi yuk mashina-ku bu. Yuk mashina bo'lgandan keyin albatta yukxonaning uzunligi, kengligi, balandligi muhim. Buni uzunligi necha metr, Sardorbek? Uzunligi 3.15 bo'ladi. 3.15 bo'ladi. Eniga esa 1.65 bo'ladi. 1.65 eniga. Bu chuqurligi bir 40 sm bor shekilli, ha? Shu 40 sm, 38 necha ham shunaqa chiqadi. Shunaqa. Xo'p, endi yangilikka kelsak, Sardorbek, odamlar ichini qizdirmaylik-da. Qanday qilib bitta mashinani puliga ikkita mashina xarid qilish mumkin? Bitta mashinani puliga qanaqa qilib, men bitta mashina olmoqchiman, naqd pulim bor 100%, qanaqa qilib biznesim borda ikkita mashina olishim mumkin. 50% dan ikkalasiga pul to'lanadi. Ya'ni ikkalasini ham 50% to'lanadi. Qolgan qismi, qolgan 50%, ya'ni qolgan yarmi foizsiz 13 oyga bo'lib berish, ya'ni halol nasiyaga bo'lib berish mumkin. Ha, demak, mana qaranglar. Buni oddiy misol tent yo'g'i, bortovoyi 248 million 640 ming so'm turadi. Shuni yarim pulini to'lasak, qolgan yarmini 13 oyga o'zgarmagan summada pul qo'shilib qolmaydi, penya tug'ib qolmaydi. O'sha o'zgarmagan summani 13 oyda bo'lib berish mumkin. Shunaqa. Faqat sug'urtasi bor, bo'ldi. Boshqa hech narsaga sug'urta qo'shiladi. Sug'urta kredit qancha chiqishi mumkin? 2 million, 3 million chiqadimi? Yo'q, 1 million atrofida. 1 million atrofida sug'urta. 900 ming so'm atrofida chiqadi. Undan ortiqcha rasxoti yo'q. Yo'q. Qaranglar, bitta mashinani pulini olib kelasizlar, ikkita mashinaga to'lov qilasizlar, ikkita mashinani qolgan yarim pullarini 13 oyda bo'lib berishinglar mumkin. Shunday qilib, bitta mashinani puliga ikkita mashina xarid qilsanglar bo'ladi, yana kamiga pul qo'shilmagan holatda. Garantiyasi qanaqa bo'ladi buni? Garantiyasi qanaqa bo'ladi? Garantiyasi 3 yilga, motoriga, korobkasiga, zadniy mostiga 3 yilga, 100 ming kilometrga garantiya beriladi. 100 ming kilometr yoki 3 yilga, qaysi biri birinchi kelsa, o'shanisi ishlaydi. Endi baribir texnikada bu. Temirga hech kim garantiya bermaydi-yu, lekin endi bu zavod defektga garantiya beriladi-da. Mabodo buzilib qolsa, ehtiyot qismini qaydan olamiz? Xitoydan keltiramizmi? Yo'q, ehtiyot qismlari hammasi o'zimizda bor. Jak avtomobillari hozir o'zimizda O'zbekistonda yig'ilyapti. O'shaning uchun ehtiyot qismlaridan hech qanaqa muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Avvalo mashinani o'zi uncha-munchaga buzilmaydi, lekin mabodo defekt bo'ladigan bo'lsa, garantiya bo'yicha murojaat qilishsa, yo yangisiga alishtirib beriladi o'sha detali yoki remont qilib beriladi, muammoni hal qilib berishadi. Siz yoningizdan yoki mijozlarning yonidan hech qanaqa rasxod qilinmaydi bu narsaga. Gap yo'q. Xo'p, logistika bilan yoki bo'lmasa dastavka bilan yoki bitta o'zi bo'lsa ham yuk tashish bilan shug'ullanadigan aka-ukalarimiz, obunachilarimiz, hamyurtlarimiz sizlarga zo'r imkoniyat, o'zini pulini bo'lib to'lashga ochilgan variant bor mana sizlarga. Kelinglar, olinglar, ustiga pul qo'shilmaydi. Eng asosiysi mashina egasining nomida bo'ladi, to'g'rimi? Sizlar nomingizda emas. Yo'q, mashina egasining nomida bo'ladi. O'zining nomiga chiqadi. Faqat shu pulini 13 oyda bo'lib to'laydi. Yana bitta taklif bor, mayli 70% pulini to'layman degan akalar bo'lsa, qolgan pulini, qolgan 30%ni foizsiz 24 oyga bo'lib to'lash imkoniyati bor. Voy, uni qaranglar, 24 oyga o'zini pulini bo'lib to'lashda imkoniyati bor ekan. Va bunaqa imkoniyat qayda bor? Ekranda nomerlar turibdi, faqatgina China Motorsda bo'ladi. Qo'ng'iroq qilinglar, gaplashib, hamma ma'lumotlarni olib, o'zingizlarni qiziqtirgan savolinglarga javoblarni olib turib, lokatsiya tashlab berishadi, kelib mashinani ko'rib, test drive qilib, dokument qilib, bemalol minib ketishinglar mumkin. O'rtoqlar, shu bilan videorolikimizni yakunlaymiz. Videomiz yoqsa, albatta like bosishni unutmanglar. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esdan chiqmasin. Sardorbekka kattakon rahmat. Qimmatbaho vaqtda emasdan biz bilan chiroyli video qilib tushuntirishlar berganlari uchun salomat bo'linglar. Sizlarni China Motorsda kutib qolamiz. Kelaverasizlar, o'rtoqlar.